ko'rayotgan futbolchini. Mana endi yuqoridan uzatma amalga oshirilyapti. Birinchi gol do'stlar. Hisob ochildi. 7-daqiqaga kelib Nepal terma jamoasi burchak zarbasidan so'ng gol urdi. Standartlarga mana shu kadrda, lekin ana shu 9 nafar futbolchining birortasi raqibni to'xtatishga urinmadi. Aniqrog'i to'xtata olmadi. 20:30 esa O'zbekiston terma jamoasining o'yini bor. Bangladesh bilan. Mana bu hozir gol bo'lishi mumkin. Darvozabon qaytardi. Ikkinchi temp. Yana bir imkoniyat va gol do'stlar. 2-0. Jamoa yetakchisi Sabitra Bxandari gol muallifi. Yaxshi pas. Qaytimi bo'lishi kerak. Bxandari 3-0. Mana endi chiroyli gol urilyapti. Chiroyli gol rostdan ham. Texnikasi bilan yuqoridan Raibu bitta chap qanotga ko'chirildi. Yaxshi o'yladi. Gitarana uzatma, 4-gol. 4-0. Gitarana chiroyli pas amalga oshirdi va Sabitra Bxandari hat-trick muallifiga aylanmoqda. Rana Madubashini Navanjana Pereira himoya chizig'i vakili. Himoyaga yuklama juda ham ko'p. Yana bir hujum. Penalti do'stlar. Azizlar, qoida buzilgan deb topildi mana shu vaziyatda. Rashmi, Kumari, Gisin hujumchi, markaziy hujumchi, lekin asosan Sabitra Bxandari. Ruxsat berildi. Zarba yo'llandi. 5-0. Gitarana gol muallifi. Sachini de Silva. 62-daqiqa 6-golni ko'ramizmi? Ko'ramiz. Ha do'stlar. 6-gol. Kutib oling. 21-raqamdagi himoyachi Nishat Xokarstan jamoasiga gol muallifi Anita Basnet 11-raqam egasi. Yaxshi pas keldi. To'p uncha kuchli kelmadi, qulay bordi boshga va to'g'ri darvozaga joylab. Juda kam stadionga tashrif buyurgan muxlislar, lekin nepallik kadrda ko'rayotgan ishqibozingiz yaxshi kombinatsiya. Imkoniyat bor. 8-golga juda ham aqlli o'ynadi. Zaxiradan qo'shilgan Pujarana 8-0. 89-daqiqada bu yo'nalishni topib zarba yo'lladi. Yo'lakchadan to'pni